Allah bizni mecburiyet kılıp yarattı mı yoki mas'uliyatchan qilib yaratdimi deb shuni debsiz. Alloh taolo osmon zaminni insonlarning manfaati uchun yaratdi. Undaqda insonni nima uchun yaratdi desa, ibodat qilish uchun yaratdi deymiz. Ibodatni nima uchun farz qildi desa, muttaqi bir inson yasab chiqish uchun farz qildi deymiz. Muttaqi inson degan nima desa, mas'uliyatchan bir inson demekçi. Muttaqi inson, taqvo inson, mas'uliyatchan inson demekçi. Unda olganda osmon zaminni yaratishdan maqsad, Allohning g'oyasi, maqsadi taqvodor bir insoniyat, taqvodor bir jamiyat yasab chiqish. Taqvodorlikningki shakl bilan hech qanday tashqi badan bilan, jism bilan aloqasi yo'q. Muttaqi, taqvodor inson degan kim o desa, Qur'oni Karimning ta'rifi bilan ilib aytganda, birinchidan Alloh bilan o'zining aloqasini yaxshilab, Alloh oldidagi mas'uliyatni ado qildigan. Ikkinchidan insonlar oldidagi mas'uliyatni ado qildigan. Bu insonlarning eng birinchi tarafida, yaqin tarafida ota-onasi, undan keyin urf suqini, undan keyin yezisi, xalqi, millati, vatani. Undan keyin atrofi insoniy olam. İnson oldidagi mas'uliyatni ado qildigan. Undan keyin andin inson bilan Alloh oldidagi mas'uliyatni emas, hayvonlar oldidagi mas'uliyatni ado qildigan, koinot va mavjudiyat oldidagi mas'uliyatni ado qildigan biri. İnson yasab chiqish maqsadida Alloh insonni yaratgandir. Bunun uchun bu ma'nodan ilib aytganda inson mas'uliyatchanlik uchun yaratilgan. Mecburiyetçilik uchun emas. Agar mecburi bo'lib qolgan taqdirda Alloh mecbur qilsa, Alloh qila oladi insonni, ammo Alloh turib mecbur qilmadi, mas'ul qildi. Nima uchun desa, agar insonni mecbur qilgan bo'lsa, do'zax jannat insonga mecbur tengilgan bo'ladi. Bu vaqtda adolat, haq, huquq bo'lmagan bo'ladi. Shunga Alloh osmon zaminni va aynan orasidagi barliq narsalarni haq adolatning ustiga yaratganligini deydi. Va ma xalaqnas samawati val arda va ma baynahuma illa bil haq. Osmon zamin va aynan orasidagi barliq narsalarni biz haq bilan yaratdik, huquq bilan yaratdik. Yana va ma xalaqnas samaa val arda va ma baynahuma batila. Alloh osmon zaminni va aynan orasidagi barliq narsalarni haqning qarshisi bo'lgan botil bilan yaratmadi dedi. Ma'nosiz, g'oyasiz, nishonsiz yaratmadi. Batılının üstüge yaratmadı. Hak, hukuk, adaletinin üstüge yarattı dedi. Onda oğallık için bu yerde eğer mecburlansa, ya ki Allah sübütüyle mecburlasa, bu ayetler xilap buludu. Allah asman ziminni ve aynen arzdaki barlık neslerini hak üstüge yarattı diye ayetin keyin batıl ile yaratmadı, hakka karşı yaratmadı, gayesiz, nişansız yaratmadı. Diyen ayetin keyin Allah "Zalika zannul lezine keferu feveylul lillezine keferu minen nar." Yani asman zaminni adaletsiz yarattı, gayesiz, nişansız yarattı, mecburi yarattı dep mana muşunda guman qılan Allah. Ola inkarçılarının, kafir oğullarının gumanı. Mana bundaq kafirlar öz yayını dezaqtin tayyorlasin. Bular veyl olsun, veyl olsun, veyl olsun dedi Allah. Şuna bu ma'nodan ilib aytganda insonlar hammasi mas'uliyat uchun yaratilgandir. Hayvonlarning mas'uliyati yo'q aynan. Yemdo, ichemdo, ko'pini tupiga tarat qilib qo'yamdo. Edem bayada birisi bilan chaqilishamdo, qanday qilsa, uning mas'uliyati yo'q. Chunki onun gayesi, maksidi insanlara menfaatlik bo'lganligi uchun, insoniyatga xizmat qilgan bo'lganligi uchun. Orada aql, idrak, mas'uliyat deydigan narsa yo'q. Shunga mas'uliyat insonda bor. Shuni inson aqliga to'shgandan boshlab, ya'ni 10-12 yoshga kirgandan keyin inson qanday qiladi deganda, mas'uliyatni ado qilish tirishidi va mas'uliyatni ado qilmasa surishtiriladi aynan.
Oğuluk kılsın demiş, oğuluk kıldın deymiz. Hata kılsın demiş, hatalık kıldın deymiz. Yama iş kılsa demiş ki yama iş kıldın deymiz. Eğer kanun intizamımız, küçümüz olsa, bazı cezaga layık olsa cezalaymiz. Onun indi vallahi. Şuna mesuliyet için yaptırgan.